Samarqandda bunaqa joy borligini bilarmidingiz? Opajon, bu so'z patentlanganligini bilarmidingiz? Shu yetadimi aka? Pulingiz ko'p ekan, nima ish qilasiz? Yuring ko'rsataman. Bu SPM o'quv markazining administratsiya bo'limi. SPM o'zi qanaqa maktab? Bizda, ya'ni SPM o'quv markazida 8 xildan ziyod yo'nalishlar bor. Bular kimyo, biologiya, ona tili. Dada tili yo'qmi mabodo? Hozircha ona tilini o'rganib turing. Ingliz tili. Ingliz tiliga yurakni nima daxli bor? Bilmadim. Partaga o'tirish mumkin emas. Bu o'zi qanaqa fan edi? Bu tarix. Xo'p. Matematika. Ha, bunaqami? Ha, matematikani yaxshi o'rgansangiz, Elon Muskdek bo'lasiz. Rus tili. Nima deyapsiz? Ya, o'zim bilan o'zim. Ko'rib turganingizdek, sinflarimiz barcha sharoitlarga ega. O'qituvchilarchi? Albatta, o'qituvchilarimiz ham ko'p yillik tajribaga ega, malakali ustozlar. Ha, aytgancha, bizda sifr va IELTSga tayyorlanishingiz mumkin. Milliy sertifikatchi? Mana. Ha, sizlarda o'qib milliy sertifikat olish mumkin ekanda. Albatta. Shunday katta shaharda bitta o'quv markazingizlar bormi? Yo'q, shahar bo'ylab 3 ta filialimiz bor. Bular Kurchatova, Istiqlol, Pavorotda joylashgan. Endi bildingizmi qayerda ishlashimni? Bildimki, shuncha pul qayerdan? Xudo beradi.